Bu 23-sentyabr yana sanoqli daqiqalardan keyin O'zbekiston Prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida chiqish qiladi va mana bu 7-ko'cha 2-avenue birlashmasida Prezidentni qutlash uchun, kutib olish uchun o'zbekistonlik vatandoshlarimiz aniqrog'i mana bu talaba yoshlar va hozir sanoqli daqiqalardan so'ng O'zbekiston Prezidentining korteji mana bu yo'ldan o'tadi va Prezident Bosh Assambleyada chiqish qilish uchun yo'l oladi. Bu yerda esa O'zbekiston bayroqlari bilan yoshlar davlat rahbarini qutlamoqchi. Bugun Prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotida chiqish qildi. Shu maqsadda yoshlar bugun yig'ildik. Prezidentimizni qo'llash. Assalomu alaykum. Mana bugun shunday xursandchilik kunda O'zbekiston prezidentimizni ko'rish nasib qilgan ekan uchun biz hozir Nyu-Yorkda turibmiz. Hozir prezidentimiz kutib olamiz. Shuning uchun ko'p hayajondaman hozir. Men o'zi Nyu-Yorkda o'qiyman. Nyu-Yorkda o'qishim bilan studentman. Shuning uchun bu yerda hozir prezidentimizni nima bilan kutib olish uchun biz shu yerga yig'ildik va do'stlarimiz bilan, hamma student do'stlarimiz bilan shu yerga yig'ilganmiz. Assalomu alaykum. Mana biz hozir prezidentimizni kortejini kutib turibmiz. Men o'zim Saodat Abdullayev va El-Yurt Umidi jamg'armasining 25-yil birinchi tanlov stipendiati hisoblanaman. Jamg'armamiz prezidentimiz sababli mana Nyu-Yorkka kelib o'qishimizni boshlab oldik va shu o'qishimizni boshlaganiga bo'lgan yordamlari, jamg'armamizning bergan yordaminiga minnatdorchilik bildirish uchun prezidentimiz kortejini kutib, ularni qo'llab-quvvatlash uchun mana studentlar birga turibmiz. O'zbekiston! 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 Champion! Jabra O'zbekiston! Guvohi bo'lganingizdek, O'zbekiston Prezidentining korteji hozir Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomon yo'l oldi va mana bu yo'lda yig'ilgan o'zbekistonlik yoshlar, talabalar olqishlashdi prezidentni va yaqin daqiqalarda prezident bosh minbardan o'z nutqini boshlaydi.